Qadimgi tabobatda aytilishicha, anjirning mijozi birinchi darajada issiq, ikkinchi darajada ho'l, kuchli ozuqaligi bor. Anjirning mevasi iste'mol qilinganda ichni yumshatadi, shishlar va quyuq moddalarni eritadi, oshqozon va ichakni keraksiz moddalardan tozalaydi, terni haydaydi, tananing qizishini susaytiradi, chanqoqni bosadi, yurakni sovutadi, falaj va tutqanoqda foyda qiladi, yovuzlik quvvatini so'ndiradi. Anjir mevasini nahorda sirka va asal bilan yeyilsa, ovqat tushishini va hazm qilish yo'lini ochadi. Anjir mevasi ovqatdan oldin iste'mol qilinganda noxushlik tug'dirishi mumkin. Shu sababdan asal va sirka bilan iste'mol qilinadi. Meva surgi doridir. Anjirni yong'oq bilan yeyilsa, kalitni, ich qotishlarni davolaydi. Anjir qaynatmasi bilan uquna qilinsa ham shunday ta'sir ko'rsatadi. Anjir urug'lari yaxshi surgi vosita sifatida 15 grammgacha iste'mol qilinadi. 40 kun davomida har kuni ertalab anjir mevasini iste'mol qilinsa, tanani baquvvat qiladi, jigarni quvvatlaydi, taloqning tiqilmalarini ochadi va shishlarni eritadi. Anjirni pista va bodom bilan yeyilsa, har qanday kuchsiz tanaga foyda qiladi, aqliy qobiliyatni oshiradi. Anjir mevasini 9 kun sirkada ivitib, har kuni 5 donadan ozroq sirka bilan yeyilsa, taloqdagi shishlarni davolaydi. Anjir mevasidan tayyorlangan kompot ichki a'zolardagi tiqilmalarni ochadi. Anjirdan tayyorlangan may esa jigar va taloqdagi tiqilmalarni ochadi. Anjir mevasining qaynatmasi bilan til mushaklari yallig'langanda og'iz chayiladi. Anjirning quyultirilgan sharbati juda issiq mijozga ega. Yuza qo'llanilganda orqa yo'l venalari og'zini ochadi. Xom mevalarning 1-2 donasi qattiq go'shtga aralashtirilsa, go'sht tez pishadi. Anjir bargi ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Anjir o'simligi sutini shirin bodom bilan yeyilsa, taloq qattiqlashishini davolaydi. Anjir sutini qattiq zardobi bilan sutga solib, anjir novdasi bilan sekin aralashtirilib ichilsa, kuchli ich suradi va buyrakni yaxshi tozalaydi. Xalq tibbiyotida anjir bargining qaynatmasi ich ketishda qo'llaniladi. Anjirning ildizi va barglarining qaynatmasi oshqozon faoliyati buzilishida ishlatiladi. Ozarbayjon xalq tabobatida quritilgan anjir qaynatmasi tug'ruqdan keyin qon ketishlarda, oshqozon kasalliklarida, shuningdek, anjir bargi va gazanda bargi aralashmasining qaynatmasi esa dizenteriya, ichak shilliq qavatining yallig'lanishida qo'llaniladi. Xom anjir mevasining po'sti, meva bandi, bargi va o'simlikning boshqa qismida oq sutsimon sharbati bo'lib, tarkibi suv, kauchuk, smala, qandlar, kislotalar, albumin, shuningdek proteolitik fermentlar kompleksi fitsindan iborat. Mevadagi fitsin fermenti tromboemboliyani davolashda foyda qiladi. Anjir buyraklarni qizdiradi, siydikning qiyin kelishi va tomchilar siyishni davolaydi. Jinsiy a'zolarga foyda qiladi. Anjir va yong'oqni teng miqdorda olib, yanchilib, har kuni shu aralashmadan 90 grammdan iste'mol qilinsa, jinsiy quvvatni kuchli darajada oshiradi. Anjir mevasidan tayyorlangan kompot buyrak va qovoqdagi yot moddalardan tozalaydi. Anjirdan tayyorlangan may ham buyrak va siydik yo'li kasalliklariga foyda qiladi. Anjir suti ichilganda kuchli siydik haydaydi va buyrakdagi qumlarni chiqaradi. Xalq tabobatida anjir mevasining qaynatmasini siydikning og'riqli kelishini davolashda ishlatiladi. Anjir mevasidan tayyorlangan kompot eski yo'talni davolaydi. Ichki a'zolardagi tiqilmalarni ochadi, buyrak va qovoqni yot moddalardan tozalaydi. Anjirdan tayyorlangan may eski yo'talga, tomoq qurishiga, ko'krakdagi og'riqlarga yordam beradi. Jigar va taloq tiqilmalarini ochadi, buyrak va siydik yo'li kasalliklariga foyda qiladi. 40 kun davomida har kun ertalab anjir mevasi iste'mol qilinsa, tanani baquvvat qiladi. Hansirashni, yo'talni, ko'krak qafasi kasalliklarini davolaydi.
Xalq tabobatida quritilgan anjir mevasining damlamasini tomoq og'riganda ichiladi va u bilan tomoq chayiladi. Sutda pishirilgan quritilgan anjir mevasi yuqori nafas yo'llari kasalliklarini davolashda siydik haydovchi vosita sifatida samarali deb hisoblanadi. Bunda 2 qoshiq quritilgan meva 1 stakan sutda qaynatiladi. Anjir sutini asal bilan ko'zga tomizilsa, ko'zdagi oq pardani, qorachiqqa yiring oqishini davolaydi. Quritilgan anjirning mijozi ikkinchi darajada issiq, birinchida ho'l, ammo davolashda yangi anjirdan kuchsizroq. Yeyilganda issiqlikni qo'zg'atadi, qiyin hazm bo'ladi, it suradi, ter orqali badbo'y moddalarni haydaydi. Ammo ko'p iste'mol qilinsa bit paydo qilishi mumkin. Ammo namlikdan oshgan falajlarda, sovuq mijozlarga, jinsiy a'zolardagi og'riqlarda siydik tomchilashga foyda qiladi. Quritilgan va yangi anjir miya uchun foydali, u tutqanoqni davolaydi. Quritilgan anjir kukuni yuza qo'llanilganda boshdagi yaralarga foyda qiladi. Anjirning quyultirilgan sharbati juda issiq mijozga ega. Yuza qo'llanilganda dog'lar, so'gallarni yo'qotadi. Anjir o'simligi sutini husnbuzarlarga tomizilganda uni quritadi. Anjir sutini o'simlik yog'i bilan birga surilganda so'gallarni quritadi. Anjir sutini yog' bilan oyoqdagi zamburug'larni davolashda qo'llaniladi. Bu vosita qichimani davolashda samarali ta'sir ko'rsatadi. Anjir o'simligi sutini arpa uniga qo'shib surilsa, vitiligo, ya'ni oq dog'lar, sepkilni davolaydi.